Sizni restoraningizning shaxsiy onlayn menyusi shunday bo'lib ko'rinadi. Filiallari bilan birga. Menyuga o'tsa, shunday setlaringiz bo'ladi. Kategoriyalar bo'ladi. Ichimliklar. Umumiy menyuda set naborlar bo'ladi. Tilini o'zgartirib biladi. Soatga qo'shib zakazini berib biladi. Besplatniy aytish uchun ko'paytirib biladi. Ya yetkazib berish, ya oldindan buyurtma. Shunday bo'ladi. Hammaga salom. Restoran biznesida yurgan yurtdoshlar. Siz kafengizni ochgan vaqtingizda birinchi bo'lib bu kompyuterda ko'rinishi, bu esa telefonda ko'rinishi shunday bo'lib turadi sizni saytingiz. Keyin siz admin paneline girgan vaqtingizda, ochilgan vaqtida siz admin panelda shunday yerda bo'lasiz. Qo'llanmaga girsangiz, birin-birin ko'rsatilgan yerda navla bo'lishi, ishlatib tuzish kerakligini tilni tanlashingiz mumkin. Agar siz telefondan girib upravlat etacak bo'lsangiz, shu telefonda ishning bo'lib ko'rinadi. Birinchi bo'lib aytadigan ishimiz bizani dashbordga kelib chiqqaningizda eng birinchi ochib kategoriya kirasiz. Asosiy taomlar bular primerni turibdi. Bularni o'chirishingiz mumkin. Kategoriya qo'shasiz birinchi ochib. Keyin mahsulotlar o'tasiz. Ikkinchi ochib уже mahsulot qo'shasiz. Rasmini telefondan ham qo'shsangiz bo'ladi. Oddiy rasm qo'shish usullari. Saqlashni bosgan zahotingiz sizni Dream Time menyungizda уже klientingiz birinchi taomingizni ko'radi. Menyuga o'tadi. Umumiy menyu bu yerda hamma narsa ko'rinadi. Ikkinchi mahsulotni qo'shamiz. Kategoriyani tanlaysiz. Buni to'platib qo'yamiz. Saqlashni bosganimiz zahot ikkinchi yemakimiz joyida shashliklar, burgerlar, ichimlik qo'shamiz endi. Endi ichimlik qo'shacak bo'lsangiz, bu ham shunday yo'l bilan qo'shiladi. Только kategoriyasini ichimlikni tanlasangiz bo'ldi. To'pa qo'yamiz buni. Kolani rasmini ham qo'shdik. Saqlashni bosganimiz zahoti уже bizning 3 ta produktimiz bor, 3 ta kategoriyaga tegishli. Endi bu yerda umumiy menyuga kirsangiz shunday bo'ladi. Dream Time narsani saytingizni birinchi marta ochganda klientingiz telefonda yana shu narsani ko'radi. Ommabop taomlarni bu narsani o'chirishingiz mumkin immuniy etib. Shunga bossangiz bo'ldi, ommabop taomlaringizdan chiqib ketadi qo'shgan narsangiz. Yana bir narsani aytib o'taman. Umumiy menyuga bosganda birinchi, ikkinchi, uchinchi qo'ygan rasmlaringiz ishning borishda qolib ketadi. Shuning uchun birinchi bo'lib turib suvlarni, nalarni qo'shmanglar. Birinchi bo'lib turib asosiy menyularingizni qo'shishga harakat etinglar. Aralarında kombinirovat etib, например, suv aralashtirib natib qo'ysangizlar bo'ladi. Shuning uchun birinchi основной taomlaringizni qo'shib boringlar. Чтобы shunday bo'lib qolib ketsin постоянно. ID nomeri bilan ishlaydi. Fiksировать etadi ID nomeri bilan. Yana mahsulotlarimizni ko'rib turibmiz. Kategoriyalarimiz ham joyida. Bu birinchi aytiladigan ish. Akkaunt ochilgandan keyin. Endi variantlar degan narsa bor. Bu kassani ko'paytirish uchun kassani pribylini 15% ga ko'taradigan narsa. Например, guruh nomi o'lcham
Su üçün yazımız. Ölçəm deb yaza verəmiz. Köplük tənlav emas, bir dana tənlav boşu gerək. Bir dana tənlav. Например, köp nərsəni tənləb bilmir. Например, ölçəmdə ya rəzmerini bir xil rəzmerini tənləşi mümkün. Çünki üçün bitta tənlav duradı. Hər xil rəzmerini tənləb bilmir. Keyin narx turu qoşuladımı? Например, 100 min so'm bo'lsa, bu tənlavı qoşuladımı 100 minin üstünə yenə 50 min so'm qoşuladımı bo'ladımı? Ya bo'lmasa, doğru bahasını özgərtirədimi polностью? Bu bahasını özgərtirədimi bo'lishi kerak. Mijoz üçün məcburi, doğru. Məcburi bo'lsin. Tərtib birinci tərtibdə duradigan bo'lsin. Saqladıq. Şu zaxatı bizə IBD'nin başımızda çıxardı. Bu telefonda etsəyəm bo'ladi bu işni. Namı, например, su üçün ətəmiz bunun 05, narxı 1000. Tərtib rəqamlarını qoyamız. Keyin 1 litr su üçün yazımız da bunu. Narxı 2 litr. İndi mən baxalarını bilməyəndən ki yazıb gedərəm. Yine bunu koştuk. Saklayımız bunu. Saklağımızdan ki variantlara girsək, bitta tənlavlı variantımız var. Məhsullatlara girəmiz. Kolamız bak, bu bizəni. İşini redaktör etəmiz. Bunu baxasın 2 so'm, например, 1000 so'mda qoyalım. Şimdi ölçəm bərəmiz. Ölçəm bərgənimizdən keyin saklashni bassanız, klientingiz zakaz bərəcək vaxtında yine girdi saytınıza, zakaz bərəcək vaxtında ölçəm çıxadı. 0,5 alasanmı, 1 litrlik alasanmı ya 2 litrlik alasanmı? 1 litrlikdə isə 1000 so'mluq kola, 1000 so'm qoy IB'də. 1000 so'mluq kola IB'də 1900 so'm bo'ldi. 1900 hesablanadi, 1900 hesablangan. Şimdi boladı. Variantlarını indi ikinci türünü koşamız. İndi bu nechik bo'lishi mümkün? Qo'shimcha bo'lishi mümkün. Qo'shimcha. Ko'p tanlov bo'lishi mümkünmü? Bo'lishi mümkün. Shunda sous qo'shishi mümkün. Ya go'sht qo'shishi mümkün, sosiska qo'shishi mümkün. Asosiy narxni üstüne qo'shiladi, to'g'ri. Mecburiymi? Yo'q, mecburi emas. Tartib raqami 2. Endi qo'shiladigan narsalar. Bu görünüşü, tərtibi. Bo'ldi, bunu sakladık. Bunu mahsulotimize bərishimiz kerak. Nav ishini qo'shish imkoniyati bormi shuni? Например, 29 nimaydi. Shuni o'lcham bermaymiz. Buni qo'shimcha beramiz. Bo'ldi, sakladık. Endi durum time'a girib, klientingiz shu zahoti уже zakaz berəcək vaqtında уже bunda shunday narsalar paydo bo'lib turadi. Korzinkaga kirganida уже bahası bilan birga hisob kitobini chiqarib beradi. Üçüncü xeyli variantımız var. Variantlarını guruhlanam, köp özünüzə yaraşa etib, kafenizə yaraşa etib təklif etə verəsiniz. Например, souslarını qoşalıq. Bitta tənlav, köplük tənlav bo'lishi mümkün. Bitta tənlav etib qoşsanız bo'ladı. Narxa qoşuladi. Qoşuladigan etib qo'ysangiz, mecburi etsəniz, tartib raqamını, например, bir etib qoyalım bunu. Bir vaqtda ise, например, yine narxını 0 etib qoyamız. Mecburiyyətdir ki, klient üçün. Narxını 0 etib qoyamız, например. Şu momentdə уже klientiniz üçün mecbur boladı. Например, bir taam yaratacaq, təklif edəcək bolsanız, şu tamamınızda sousla mecburi bo'lishi kerak. Saklash. Например, burger zakaz edecek vaxtında qo'shgan vaqtda souslar acı, chesnochniy, mecburi chesnochnidan qo'shib alışım kerak. Siz bilasiz shundan nechik sous bilanligini. Например, ishga o'tgan vaqtingizda souslar chesnochniy bahasına влиять etmedi. Keyingi masala. Variantlarni, например, oddiy variant qo'shishingiz mumkin. Qo'shimcha ko'p tanlov bo'lishi mumkin. Например, narxi asosiy qo'shiladi. Bu mecburi bo'lmaydi. Например, buni raqamini 2 etib qo'yamizdan keyin уже, например, sous plus go'sht bo'lishi mumkin.
Qo'shimchani ham qo'shib qo'yamiz. Shu vaqtida klientingiz zakaz berajak vaqtida kotlet qo'shimcha bo'lishi mumkin. 2 marta qo'shimcha bo'lib ketdi. Buni o'zgartirsak bo'ladi. Bu уже plus bo'ladi bu xilla, puli bilan birga. Bu majburiy pulsiz, например. Shuni yo'llari bor. Bu variantlar edi. Bu yerda combo setlar bor. Bu narsalarni combo setlarni qo'shish uchun, xodimlarni qo'shish va ko'rinishini o'zgartirish uchun biza boshida tarifni o'zgartirishimiz kerak. Biznes tarifi o'tishimiz kerak. Hozir shuni o'tib, qolganlarini ko'rsataman. Joriy biznes tarifi o'tirdim. Bugungi chisladan biznes tarif bo'lib ketdi bu. Endi bunda hamma narsangiz turibdi. O'zingiz qo'shgan narsangiz hammasi bor. Combo setlar. Ochildi combo setlar. Qo'shish nomi B2 set. Yazsangiz bo'ladi, bo'lmaydi. Yazsangiz ham bo'ladi, yozmasangiz ham bo'ladi. Bu prosta kommentariylar uchun. Rasm qo'yasiz. Combo set uchun combo set narxini doldurasiz, yozasiz. Tartib raqamini qo'yasiz. Nav girishini yozasiz. Burger Big Cola, например, 29 mingmi? 30 ming bo'lsa 20 ming etib qo'yamiz. 25 ming. Endi rasm qo'yamiz bunga hozir. Rasmini yüklab oldim. Bu ishdan siz telefon orqali bajarsangiz ham bo'ladi. Endi bu setimizni doimiy ko'rinish etib qo'yamiz. Постоянный bo'ladigan set bo'ladi bu. Hamma vaqt shu setimizni aksiyada qo'yamiz biz. Shuning uchun ham 3-chiga qo'yib qo'yaverik. Saqlashni bosganingizda klientingiz umumiy menyuga kirganda sizni setingiz turadi birinchi o'chirt bu. Izidan общий menyular turadi. Например, bu yerda telefon orqali shunday bo'lib ko'rinib turadi sizni setingiz. Uni ochib turib, kommentariyasini o'qib turib, savata qo'shsa bo'ladi. Keyin ikkinchi setimizni qo'shsak, bu esa soatli set bo'ladi. Soatini ishlaydi. Soatida narxini qo'yamiz. Hozir boshida bir narsa tanlaylik. Shoshlik bilan kola qo'yamiz. 30 ming so'mmi, 25 ming so'm etib qo'yamiz buni. Tartib raqami. Rasmini yuklab oldik. Shoshlik bilan kola giradi. Doimiy ko'rinish emas, уже sanaga qarab ishlaydigan ko'rinish bor ham. Vaqtga qarab ishlaydigan ko'rinish bor. Shuni siz, например, bu 12dan 12:30 dan bir hozir 7 bo'ldi, 6 bo'ldimi? Boshini neden qo'yalik? Bor 20:00'da dursun. Saqlash. Bu yine nega bog'liqda? Yana ko'rinib turibdi. Bu часовой poyezdga bog'liq. Bu ibida sozlamalarda siz часовой poyezdni tanlashingiz kerak. O'zingiz O'zbekiston bo'yicha bo'lib turibdi vaqt. Yana ko'ralik qani to'g'ri kelami ekan. Set vaqti to'g'ri kelmadi. Shuning uchun O'zbekiston Toshkent emas, Germaniyani qo'yamiz. Saqlash bosalik. Уже paydo bo'ldi, ko'rib turganingizdek. Bu уже vaqtini ishlaydi. 6 dan 8 dan ishlaydigan set bo'ladi bu. Durum time. Girdik. 3-chi setimizni, combo set, 3-chi setimizni qo'shib ko'rsataman. Bu kechki set, kunli set. Kunli set. Paran gunacha ishlaydi. Paran gunacha ishlaydi. Ishni aytib qo'yamiz. Narxini qo'yamiz. 3 dan bir qo'shib qo'ysak, например, 50 ming so'm aytib qo'yaylik. İkinci bo'lsin. Hammasini qo'shamiz. Kechqurun, har kun emas, endi kunlik, например, buni sanaga qarab qo'yamiz endi. Mana siz, например, chiqib qo'yishingiz mumkin. Oqshomdan tortib to shu 26-sidan qo'yamiz buni. Saqlashni bosganingizda sizning setlaringiz orasida yana bir set paydo bo'ladi. İşini bu setlaringiz ko'rinib turadi klientlarga. Klientlaringiz ishlatib o'tirib ko'radi setlaringizdan. İstemasa отдельный zakaz beradi bu yerda. Keyin teyinda уже общий menyular. Keyin kategoriyani tanlasa bu yerda setlar ko'rinmaydi. Birinchi bo'lib kategoriyani qo'shdik, mahsulotni qo'shdik, keyin variantlarni добавка etdikdan keyin combo setlarni qo'shib chiqdik. Setlarni o'chirajak bo'lsangiz, срочный ishini bossangiz o'chadi. Endi ishini bo'lib turibdi, telefondan ko'rinishni o'zgartiramiz. Durum time, bu yerda obrazец. Telefonda o'zgartirajak bo'lsangiz, menyum bo'ladi, ko'rinish. Durum time. Durum time nomer 1. Nomer 1 deb qo'ydik. Yetkazib berish va oldindan buyurtma xizmatlari deb default yozilib turadi.
Qani ruschada qo'yalım. Ruschada ham shunday ekan, uni do'llab beramiz. Bu endi nima deb yozasiz bu yerga? Siz uchun xizmatdamiz deb yozdik. Bu birinchi matn bo'ladi. Keyin ikkinchisini o'tishimiz mumkin. Sarlavha. Bak dur. Siz uchun xizmatdamiz. Nomer 1 saqlashni bosishimiz kerak ekan. İkincisi sarlavha. Bu da yani girgan vaqtida ko'radi uni. Xush kelibsiz. Bu girgan vaqtida eBayda ko'radi uni. Birinchi marta girganida, ochganida shu turadi. Uni biza rangini ham o'zgartirishimiz mumkin. Yine ağzın çiçeğin bo'lib turibdi, oq bo'lib turibdi, to'g'rimi? eBayda biz ham buni boshqacharoq aytishimiz mumkin, qizil aytishimiz mumkin. Shu vaqtda xush kelibsiz deb qizil bo'lib turadi. Keyin kichik sarlavha rangi. Uni kul rangroq atamiz. Bu inobi bo'ladi. Buni ham keyin tavsif matni. Yetkazib berish oldindan buyurtma bera tushib qolibdi. Buni olamiz yaxshi. Bu sorat buni ham kul rangroq atamiz. O'ylanganimizda aytib, girganda foni o'xshab turadigan bo'ladi. Bannerni foni. Bannerni fonini esa bannerni sapsariq etsak, endi shu bannerimiz bizdan sapsariq bo'lib turadi. Buni ham sariq etib o'tirimizda ochiq kul rangroq atamiz. Yo, bir şey oqim tiratsak ham bo'ladi ekan. Bosamiz. Bo'ldi. Klient izlagan vaqtda o'sha boshqa narsani ko'radi bu yerda, boshqacha turishini ko'radi. Tam gelişmeye kaldı bu. Shuning uchun kul rangni o'zgartiramiz, buni qoramtirroq atamiz buni. Yana shunday bo'lib turdi endi bu klientingiz kelgan vaqtda. Buni o'zgartirib o'zingiz istagan rangingizni qo'shishingiz mumkin. Endi bu bosh sahifani downlab oldik. Bosh sahifamiz downlandi. Buni rangini qoraytirsak, yo'q, bo'lmaydi ekan. Bu oppoq bo'lib tursin. Bu orqasining rangi. Ay bileyin, boshqani o'zgartirib turmaganman. Oppoq bo'lib tursin. Inobi ham oq bo'lsin. İkisini ham oq etdik. Qo'shdik. Ranglarga kelamiz endi. To'g'ri ranglarga o'tsangiz, o'zingiz knopkalarni, boshqa narsalarning rangini o'zgartirasiz. Siz bu yerda header, footer saytingizni boshi va oxirini o'zgartiramiz. Buni siz hozir chiqib turibdi. Buni oppoq etib ko'raylik. Chiqib olgandim, yarashmaydi ekan. Sarimtir etib ko'rsak inshaalloh. O'zingizning fantaziyangizga bog'liq. Xohlaganingizni aytib qo'yaverasiz. Shunday salatoviy bo'lib tursin. Chiziqlar, sarlavhalar qora bo'lsin. Durum time nomer 1 rangi o'zgardi qorani. Sarlavha osti matni bu yerdan o'zgartirsangiz bo'ladi. Tugmalar rangi. Tugmalar rangini ko'k etamiz. Baholarning rangini sariq etamiz. Yo'q, yarashmadi. Biroz to'mliroq sariq etamiz. Ishining bo'ladi. Keyin logotipdan yerine kelsangiz, bu yerdan gruzdet logotipingizni qo'yib qo'ysangiz bo'ldi, tamom, ishlab turaveradi logotipingiz bilan. Shrift. Ishining bo'lsin shrifti. Yana endi o'zgartirishni o'zgardi bu hamma narsa. Bu yerdagi ranglar. Telefon tarafdan qarasangiz ham ishiningni o'zgardi. Bir shriftini o'zgartirib bering, bundan bo'lmadi bu. Menyuga o'ting. Adam uchun ko'zina приятный bo'lib turdi. O'zgartirganlarimiz bo'ldi. Bu ko'rinishlarni ko'rsatdim. Kontaktlarni qo'yamiz, nomerlar yozamiz. Email-ingizni yozdim. Yana Instagram qo'ydim. Bu ham istab turibdi. Bosdik. Endi klientlaringiz tarafga o'tsangiz, klientlaringiz sizni kontaktlaringizni ko'rib turadi, bu yerda nomerlaringiz bilan kontaktlaringizni ko'rib turadi. Уже Instagramingizga o'tib biladlar shu yerdan.
Kontaktlarını qoşduq. İndi filiallarını qoşamız. Bunun üçün siz kartaga girəsindən Google Maps deyəni açıb durub telefonda etsəniz də boladı. Лучше kompüterdə alış gerek bu URL-ni. İşte любой bir yere koydunuz. Şunu поделиться başka yerinizdə. İndi bu встраивание kart. Şuna basıp şunu kopировать etib alasınız. Filial 1. Saklaş. Klientiniz filialınızın nedelikini görüp duradı. Yani predzakaz edecek vaxtında qaysı filialdan alıp geçişini özü tənlidir. Bizə bir de filialdan yere ikincisini koşamız indi azı. Вам tapşının bu adı. 2, 3, 4 filialınızı koşup koy. Tayar. Filial 1, fil 2. İkincisini gösterip durur. Başka yerini gösterdi. Şimdi etib koşuladı filialla. İndi sazlamalara gəlsək, bir də siz Telegram botunuzu qoşasınız, ya olmasa özüm sizə qoşub bərişim mümkün. Bir də siz Telegram botunuzu qoşuşunuz üçün bir də mənə göstərilingə bundan videosunu yazıb çıxarıb qoyama. Chat ID. Bu, например, aşı Telegram botunun içində 2 dana chat ID qoşub qoysanız, 2 adam görüb belədir zakazlarını, ya köprak qoşsanız, köprak adam görüb belədir. Sayt dilləri. Bu, azı bir də avtomatik köp dil var. Bu sayt ne dili? Например, azı bir girgəndə saytda klientiniz dil səylab bilmədik, özbəkçə tutdu avtomatik. Siz buna köp dillərini qoşuşunuz mümkün. Keyin default dili birinci girgən vaxtında niçik dildə açılışı gerek. Özbək dilində açıla versin. Telegram xəbərnamə. Sizə Telegram bota gələn vaxtında niçik dildə gəlişi gerek. Özbək dildə gələ versin. Özbək kompaniyamız. Bunu saxlayırsınız. Klientiniz tərəfdən ucu özgəriş payda boladı. Yine ru iyul həmələsi özgərtdi. Bizə indi aksiyona bur. Bizə indi bu günlük set, saatli setdə özlərimiz özbəkçə yazganımız üçün bu məsələ özgərtirilmir. Əgər orus adam açadan bolsa, orusça qoysa menyusunu bu açıladı. Yani to есть перевод etilədi. Az özbəkçə dursun. İndi birə gəlsək, valyuta yetkəzib bəriş narxı. Valyuta, например, siz bizə də azı son bot tutdu, po defaultu bizə də yine son bot tutdu. Bir də bizə rubl etib qoysak ham болады, dollar etib qoysak ham болады. Например, Çexiya üçün açsa, например, adam Çexiyada işini çeşitli kron etib qoyuşı mümkün. Vaxtını tənliysizlər, bu set naborlarınız üçün doğru gələn vaxt boladı. Yetkəzib bəriş narxı. İndi azı bunu bir görüb bərəlik, kron etdik. Yine bu Özbek somundan krona özgərdi. Kaçı oldu. İndi çəklim yetkəzib bərişin baxası indi bu. 1000 kron etib qoyalım. Yaxşı Özbəkistan etəmiz, som etəmiz. Yetkəzib bərişini 10.000 som etəmiz. Keyin əgər 50.000 som olsa, 50.000 somdan ziyad zakaz bərsə, dostavkası besplatni buladı. Durum time girəmiz. Обновлениyanı etəmiz. Şərə girgən vaxtımızda Beeple bulub tutdu. Nə üçün? Səbəb nə üçün desə bizə 50.000 somdan köp produkt zakaz edəcəkmiz. Yine 21.000 som etsəniz yetkəzib beriş Beeple buladı. Hazır indi bu iş yerində göstərib tutdu. 39.000 som cəmi. Bunun üstünə 10.000 som bizə qoşqan dostavkanı pulu. Lakin yenə 21.000 somluq zakaz etsək, üstünə bu Beeple bulacaq bulub tutdu. Çünki plusunu basamız уже bu Beeple buldu. QR kodunu göstərəmən. Razmerini tənlisiz. Skachet etib alacaq bolsanız bu işlə məsin telefonda etsəyizdən buladı. Aytıb ötkənimdən QR kodla. Üstərizi yazasınız. Neçədən üstər bu? Например, bu QR kod обычный menyuga çıxarıb bərədi. Menyu dostavka ya predzakaz etsə bu adamı menyuga çıxarıb bərədi bu. İşini buyurtma bərin deyə yeri boladı bunu. Üstlərdən zakaz bərəcək vaxtında isə vünni yeri bu idi. Bu addi yine zakazını bərədi. Doğru stolunu nomeri bilən sizə Telegram botunuza düşədi. Bu üçün siz 5 dənə üstləri bağda aytavərik oldu. 5 dənə üstlər həmməsini yükləb alasınız. Açqanı bilən reski menyu çıxadı. Şimdi online menyunuz çıxadı. Şu menyuda istəyən nərsəsini korzinkaya qoşub əgər istek niyyəti bolsa şərə yazadı. Boldu. Buyurtma bərib. Bərgən zakatı görüb durğanızdan Telegram bota gəlib düşədi. Telegram bot yazıb tutdu. 5-ci üstlər. Məhsulat daimi set, launch set. QR kod.
arkalı zakaz beriş. Bir de saytını görüş knopkası. Bundan tashqari siz bir de statistika degan yeri bor. Tahlil, например. Necha so'm nov ketib turibdi, qaysi vaqtda prioritetni tamomla nov bo'lib turibdi. Shu narsani ko'rsatadi bu. Buni siz girib shuni görüşe bassanız, shuni yangilashdan yerine yetkazildi bosib qo'ysangiz, ana shunda sizni statistikangizda plus bo'lib boradi. Buyurtmalar, o'sha buyurtma qilingan buyurtmalar qilinmagan majlis statistikangizga yozilib boradi. Bir yangi bo'lib turibdi. Buni ham tayyorlandi, yetkazildi. Shu narsa sizni statistikangiz uchun bugungi tushumda hamma narsani ko'rsatib turadi. Siz bu narsani yüklab olishingiz ham mumkin. Admin panelimiz o'zbek tilida, rus tilida chotki ishlab beradi. Yine telefonda ham chotki ishlab beradi. Qo'llanma o'z bo'lsa rukovodstvoda videolar turadi. Qo'yib qo'yaman videolarni, xudo xolasa. Bu yerda часто beriladigan savollar bo'lishi mumkin. Shular ответlari bilan javoblari bilan birga turibdi. Bu yerda o'zingizning akkauntingizga kirishingiz mumkin. Akkauntingiz informatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Bir de xodimlar degan yeri bor. Buni taklif etish uchun siz bana shuni yozib berishingiz kerak. Xorazmtech degan Telegram nega. Keyin shu men qo'shib bergan emailni ichida turib xodimni taklif etasiz bu yerda.